Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiyede Sıdıka Cerozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslaq 2025 yıl 2. ayının 13. günü vatandaş. Heptike Perşembe. Bugünkü veziyetimizden eşaktınıgen Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump. Rusya Federasyası'nın Prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda sözleşti, söhbetleşti. O vakti 1,5 saat, 90 minut vatandaşım. Şundan ki yılla Rusya Federasyası'nın Prezidenti Vladimir Putin, Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ni Moskova'na ziyaret kılışga teklif kıldı. Vakit enek emas. Men ko'rgan xabar va materialda vakit enek emas. Biz mushu tapda endi Prezident Donald Trump saylam davrida va saylamdan keyin aytgan bir jumla so'zi Rossiya va Ukraina urushini jiddiy oxirlashtiramiz. Vaqt to'shdi degan edi vatandoshim. Bu qatim qaraladigan masala qaysi? Men de konkret haber tapamadım. Herhalde birinci bulup Ukrayna Rusya uruş meselesi ve bunu ayaklaştırış meselesi. Şunun ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrayna Prezidenti Zelenski'nin söhbetki oturuş meselesi ve ondan burun Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump bilen Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'in söhbet ötküzüşü meselesi. Bugün vatandaşım Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump kasem berip vazifege olturup Aksaray'a kirgeniga 23 gün boldu vatandaş. Biz dastlabki leksiyalarimizda sizlarga so'zlaganda jahonni zilzilga salgan 10 kun dedik. Birinci ayının 20. günüdün 31. günügacha aytib, mushu 10 kun ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Donald Trump belgilagan siyosatlar ve imzo qo'ygan siyosatlashgan hujjatlar butun dunyoni zilzilga soldi deganida vatandoshim. Sizlarga ma'lum amdilikda 3 yil davomlashgan. Buni bir cho'ng ma'noda aytsak Yevropa urushi. Kichik ma'noda aytsak Rusya Federatsiyasi bilan Ukraina o'rtasidagi urush. Prezident Trump, Donald Trump'dan so'zi bilan aytganda vaqt to'shdi. Oxirlashadigan vaqt keldi. Ana bu qatim shu munosabat bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Donald Trump bilan Rusya Federatsiyasining Prezidenti Vladimir Putin ko'rishdi, suhbatlashdi. Biz mushundaq tarixiy paytda ve zamanın betleri varaqlanadigan mushundaq tarixiy paytda ve tarixning betleri varaqlanadigan mushundaq bir paytda biz shu narsani ko'rdik ve shu narsani anladik. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Donald Trump'ning yuqori darajalik amaldori Marco Rubio, Davlat ishlar kotibi Marco Rubio 1 ayning 15 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Kengash palatasida guvohlikdan o'tganda, ya'ni vazifaga tayinlash masalasi bo'yicha guvohlikdan o'tganda Uyg'urlar to'g'risida Uyg'urlarning Tailanddagi 48 nafar musafir Uyg'urning qandaq bir taraf qilinishi to'g'risida so'zlagan nutqida va so'zlagan so'zida va senatorlarning qo'ygan savoliga javob berganda shundoq bir cümleni ishlatdi vatandoshim. Uyg'ur bu bir xalq dedi. Uyg'ur bu bir xalq dedi. Endi konu dunyoning ramkillari, konu dunyoning tartiblari berbat bo'lishi kerak dedi. Kendiniz hurmatli vatandosh. Endi konu davrning yoki konu dunyoning konu tartiblari berbat bo'lishining mazmuni qayergacha hozirgacha yeshib bermagan bo'lsa-mu davlat ishlar kotibi Marco Rubio. Biz shunga ishonamizki vatandoshim bugun
tünügün 20. asır. Tünügün 20. asır. Amerika Qo'shma Shtatlarining yana bir prezidenti Ronald Reaganizm bilan Rossiyada kommunizm imperiyasi ve komünizm mustamlik sistemisi ahırlaştı vatandaşım. 20. asırni şundak ahırlaştırdık vatandaşım. Endi bugün, başta aytdim, bugün 21. asır Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpni qarshi oldi. Belki 21. asır Donald Trump izin bilen başlandı. Şunu işinimiz ki vatandaşım 21. asır mı? Prezident, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump izin bilen ahırlaşıdır. Şunu ümit kılımız 21. asırning ro'yi bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning ro'yi bo'lib qolishi kerak. Tarixning talabi shu, zamonning talabi shu, bizdek ezilgan millatlarning, yani hozir mustamlika Xitoyning mustamlikasi bo'lib yashayotgan Uyg'urlarning arzulari shu. Shunga shundaq bir paytda biz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning Moskva ziyaratining g'albilik bo'lishiga tilakdoshmiz. G'albilik va utuqlik bo'lishiga tilakdoshmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabatining yaxshilanishiga tilakdoshmiz. Hammaga tilakdoshmiz, faqat yaxshilikka tilakdoshmiz. Shundaq bir paytda biz bugun prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning samiga shundaq ikki jumlani tayyorlab keldim. Masalan, arayli bugungi 35 millionning mustamlika bo'lib qolishi, Xitoyga mustamlika bo'lib qolishi bu Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning, qo'shnidoshchilik munosabatlarining va Rossiyaning Osiyo siyosatining, O'rta Osiyo siyosatining va Yer shari siyosatining bir qismi sifatida Rossiya bilan Xitoy birlashib O'rta Osiyoni ikkiga parchalab, u tarafga Rossiya hukmronlik qilib, mustamlika qilib, bu tarafga Uyg'uristonni Xitoyga mustamlika qilib, berib hukmronlik qilib, bugungi tamomlashdi. Rossiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan aqalli ikki parcha shartnoma 1945-yil 8-oyning 14-kuni shartnomaning butun mazmuni asosiy jihatdan degidek Uyg'uristonni qandaq mustamlika qilish va Xitoyga qandaq mustamlika qilib berishni mazmun qilgan edi. Ikkinchi qatim imzolangan shartnoma Jungoda Kuomintang partiyasi hokimiyati og'dirilib, siyosiy hokimiyat o'rniga Kompartiya, yani Jungo Kommunistlik partiyasi hokimiyat beshiga kelgandan keyin 1950-yil 2-oyning 14-kuni Stalin bilan Mao Zedong Moskvada suhbat o'tkazib va shartnoma imzolab, bu shartnoma bo'yicha Stalin o'z og'zi bilan dediki, biz Uyg'uristonni sana, yani Xitoyga mustamlika qilib berdik. Shu kundan boshlab Uyg'uriston Xitoyga, Xitoy Kommunistlik partiyasiga mustamlika bo'ldi. Bugun 75 yil to'shdi. Hurmatli prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump mushu masala bo'yicha navbatda siz Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganda bu deloni, bu arxivni butun dunyoga e'lon qiladigan vaqt keldi, vaqt to'shdi deb haydakchilik qilasiz. Qilalaydiganligingizga ishonamiz. Bu sizning qo'lingizdan keladigan ish ekanligiga ishonamiz. Hurmatli prezidentimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump, sizdan bu qatim Moskva safaringizda mushu masalaning dunyoga chiqishiga turtki bo'lishingizni, rol o'ynashingizni, iqtidoringizni, siyosat iqtidoringizni va siyosat talantingizni ishga solishingizni umid qilamiz.
Hürmetli Prezidentimiz Donald Trump bugün 35 milyon Uygur Xitayning mustamlika tüzümü şaraitida yaşayotidir. Devlet Meclisi Avam Palatasının a'zosi Taat Yaxu Bintüven ilan qilgan Aqtaşlıq kitabını o'qib bo'lib, bugun jazo lageriga qamalgan Uyg'urning 8 milyon ekanligini jazm qilgan edi. Qaydlashtirgan edi. Hürmetli Prezidentimiz Donald Trump sizga bu xabarlarni yetkazganda bugun Xitoy yana to'xtamay Uyg'ur tilini yo'qotish uchun kurash qilyotdi. Uyg'urlarni jazo lagerida yo'qotish uchun kurash qilyotdi. Bolalarning tilidagi ana tili Uyg'ur tilini tartib elish uchun kurash qilyotdi. Uyg'urning yoshlarini yana poyizga qachilab, ishkir Xitoyga yana yo'tkab ketyotdi. Xitoy tamam boshqa bir millat. Uyg'ur tamam boshqa bir millat. Xitoy bilan Uyg'urning qaynasa qana qo'shilmaydigan ikki etnik guruhlik millat. Uyg'urlar bu 75 yil ichida Xitoyning mustamlik hukmronligini qabul qilmadi va bundan keyin ham qabul qilmaydi. Shunga Prezidentimiz Donald Trumpning samiga soladiganimiz shukenki 2000-yili 6-oyning 17-kuni siz o'z qo'lingiz bilan Uyg'urlar to'g'risida o'ttirib qo'yilgan Davlat Majlisi o'ttirib qo'ygan Uyg'ur kishilik huquq va siyosat qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu qonun loyihasini Amerikada qonunga aylantirdingiz. Hürmetli Prezidentimiz Donald Trump, biz sizning shuni yana davomlashtirishingizni, Uyg'urlarga davomli ko'ngil bo'lishingizni, balki o'zingiz boshlagan Uyg'urning ahvoli to'g'risida qonunlashtirgan qonuningiz bo'yicha Uyg'urning keyingi taqdirini hal qilishingizni to'rt ko'zimiz bilan kutamiz. 35 milyon Uyg'ur xalqi kutadi. Sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Sizga bir Allohdan nusrat tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump biz 21-asrni hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bizim bilan qarshi oldik. Bununla mutlaq ishonamiz. Biz Uyg'urlar bununla mutlaq ishonamiz.